O aka ishni yuboribsiz ha? Ha, bugun yuz yaxshi bo'ldi, xudo xolasa. Obedgacha 2 soat ishladim, 400 mingdan 800 ming. Bir kunda. Bir kunda. Obedgacha bo'ldi 2 soat ish. 2 soat ishga choyxonada yonboshlab, damda olsam bo'laveradi. Hech qanaqa hadisi yo'q. Haliga nima deydi? Gaya to'sdi. Jarimaga tushdi. O'zi oldin fura minardim. Furada anada ochilibda tur. Tamoshada bir qop dokumentni ko'tara olib, buning bundoq, uning bundoq yukni olib borib bergandan keyin yukka javobgarlik, akalar. Fura suzib, shuni yig'ishtirib qo'yib, jigar, mana unda olib, maza qilib ishlamaysizmi? Stroykada muzdakina konditsionerlarni kulchatib olib, nima dedingiz? To'g'ri o'rta. Mana o'rta jonni qiynamaydi, konditsionerlar bor, ha. Bor, sal ishlaydi. Ichkarida maza qilib, xohlasa mana oldidagi labovoylari ko'tariladi. Tepaga ko'tarilib, mana katta labovoy oldi ochiladi. Xohlasa muzdek konditsionersiz ishlasin. Xohlasa konditsioner bilan akalar. Har bittasini ma'lumotini berib ketaveramiz Oybekjon. 2012-yil texnikamiz. Komplektda 3 ta ko'sh, bitta gidromolotogi bor. Qani mana ko'rsatib 3 ta ko'shi, bitta gidromolotogi bor akalar. 2012-yil balonlarning holatini olamiz Oybekjon. Balonlari mana holatlari zo'r. Imkon bo'lsa salonlarni ham bitta olib ketavering, xudo xolasa salon holatlari ham juda yaxshi. Atlishli holatda turibdi. Texnikamizni mana salonni ko'ringlar o'rtoqlar. Motor holatlarida ham ishlari yo'q akalar. Motorlari moy yemaydi, nasoslari ochilmagan, kamchiligi yo'q. Shuni yarimtaga kalitni buraysiz, soatiga eng yaxshisi ekonomishli 5 litr salarka bilan ishlaydi aka. 5 litr. Aka hozir necha puldan ishlayapti bular soati? Bular hozir 400 ming, 450 ming, endi yaqindan 500 mingga chiqishdi, nimaga hamma yoq oshyapti, o'z ko'ryapsiz-ku. Ha, uje hozir sezon ham keldi-da. Sezon ham keldi. 500 mingga pashta ishlayapti, soatiga bo'ldi. Va, o'rtoqlar soatiga 500 mingdan ishlab tursanglar, 4 soat ishlasa ham yetadi bir kunga. Bir kunga 2 soat ishlab qo'ysa bo'ldi. Xudo xolasa akalar. Bu ikkalasi ham sotiladi, ha? Ikkalasi ham sotiladi. Bunisi 2012, bunisi 2015. 2012 ni narxini aytib ketaveraylik. Obunachilar, xudo xolasa 44 ming dollar deyapmiz. Umuman kamchiligi yo'q. Shuni olasiz, kalitni burab ishlatasiz. Bo'ldi. 44 ming yana kelishiladigan joyi bor. Kelishiladigan joy. Bunimiz 2015. Bunda bitta kamchilik adboynigi yo'q. 3 ta kovush bo'ladi bunda. Xo'p, balonlari 4 tasi ham yangi, motorlar moy yemaydi. Kamchilik umuman yo'q. Bu ham ideal holatda. Bunda bitta kovushmi? Ha, yo'q. 3 ta kovush bo'ladi. Kichkinamiz esdan chiqib qolibdi. U qo'shib beramiz. Uyda turibdi. Xo'p, kamchiligi yo'q. Hamma yo'q ideal holatda. Motorlari hamma yog'i yaxshimi? Motorda umuman ishi yo'q. Mana motorxonalarni ochib ham ko'rsataveraman. Xudo xolasa. Mana motorlar o'rtoqlar ko'ryapsiz. Eng muhimi akalar bu koreyskiy texnika. Yo'q, joylari ham yo'q ekan. Yo'q, bunda bitta moy tomadigan joyi ham yo'q. Saylarini ko'rsatib. Chotki turibdi. Akalar, koreyskiy texnika baribir o'z so'zini aytaveradi. Bu Xitoy emas akalar. Bu Xitoy zapchasi aralashgan emas. Faqat koreyskiy. Olasiz, xudo xolasa moyini vaqtida almashtirsangiz, 10 yilgacha xizmatingizni qilib beraveradi. Atlishli holatda turibdi traktorimiz. 2015-imizda 15 ha. Narxi 3 ta kovushi bilan 50 ming deyapmiz, kelishtiramiz akalar. Kelishadigan joyi bor. Ammo bitta gap, bizda chust mutaxassislarning zo'rlari bor. Ha, manzilda aytmadik birinchi manzil. Manzilimiz Chust shahar. Namangan viloyati Chust shahrida turibdi o'rtoqlar. Mana ko'ryapsizlar, mana El Nur restoranni yonida. Akaga aloqaga chiqsanglar, kelib lokatsiyasi ham tashlab berishadi, kelib, ko'rib, xohlagan ustasiga tekshirtirib olaveradi. Bemalol, xohlagan ustani olib kelib ko'rsatib, minib, imkoni bo'lsa 1-2 soat ishlatib ko'rib olishaveradi. Ishlatib ko'rib olishadi. Ma'qul bo'lgandan keyin pul sanashadi. Primerni oyiga qancha topyapsiz, Jamoldan aka? Bir realni hozir. Bizni shopirlar ishlab turibdi. Kimdir stroyka bilan dogovor qilib olgan, bir oyga 25 million, 27 million so'mgacha pul tashab beradi. Shunaqa holati ham bor. Chasnida ishlasangiz, ish zo'r bo'lib tursa, undan ham yaxshi topasiz. Yaxshi bo'lmagan deganda ham 15 million, 20 million atrofida bemalol pul topsangiz bo'ladi. Oyiga topsa bo'ladi, ha? Bemalol. Xo'p, hozir buni qurilish kompaniyalari o'zlari olsa ham o'zlariga ancha foyda qatlavan qilmasin, mana shu domlarni tagiga qatlavan qazishadi. Birinchi podval qazishadi. Shu pakatlavan qazishga, umuman qazish ishini любой turiga ish beraveradi traktorimiz. Buni endi aka to'lovlari, misol uchun bank orqalimi yo prislena orqali qilib olsak ham bo'ladi. Farqi yo'q. Agar masalan bizda variant yo'q, biz misol 1 oyga yetmagan puli bir molim bor, qo'yim bor, bir narsam bor, texnikam bor, sotib beraman desa, 1 oy, 1,5 oy qarab turishimiz mumkin akalar. Bizda variant yo'q. Ammo
yarmi puli bo'lsa, yarmini bank qilib chiqarib berishimiz mumkin. Bank bo'lsa bo'ladi, bank qilib olsa bo'ladi. Nomiga texnika o'tadi, bankka zalogga qo'yib turib, bankdan pul olib bizni расчет qiladida, o'sha pulni bu texnika bilan ishlab yopsa bo'laveradi. Demak, hujjatlarda muammo kamchiligi yo'q. Yo'q, muammosi yo'q, xudo xolasa. Muammosi yo'q. Bu ham pashti bir xil bu bilan. Ikkalasi bir xil. Bunisi 15, bunisi 12. 15, 12 o'rtoqlar. Buni ham mana salonlarni ko'rsatib qo'yaylik. Pashti bir xil ekan o'rtoqlar. Bunisi 15 mana hozir chiqayotganingiz 15. 15 mana. O'rindiqlari. Kojadan saleylari ham hamma yog'i ideal holatda. Akalar konditsionerlargacha yana bir bor aytaman, ishlaydi. 100% ishlaydi. Kamchiligi yo'q traktorda. Olib faqat ishlatasiz. Traktorda ishlaymaydigan joyi yo'q. Yo'q. Hamma yog'i ishlaydi, 100%. Hamma yog'i ideal ishlaydi. 100% o'rtoqlar ishlaydi. Kelasizlar, minib, ko'rib, tekshirib, haydab, ishlatib ko'rib olar ekansizlar. Hujjatlarda muammo kamchiligi yo'q deyapti. Mana ustangiz bilan kelib, tekshirib, mana xarid qilib olaversa, albatta mana Oybeguz kanalidan ko'rib keldik deganlarga chiroyli narxlarda qilib beriladi. Oybekdan ko'rib keldingizsa, xudo xolasa kelishib qolsa akalar, notarius oformlansa bizdan bo'ladi. Ana bo'lmasam o'rtoqlar, bonusiga. Pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Qanaqa ma'lumot kerak bo'lsa, beraveramiz akalar. Qolgan ma'lumotlarda o'rtoqlar mana ekranda nomerlar turibdi. Mana shu nomer orqali bemalol qolgan kamchiliklarni yana ham to'liqroq egalardan mana ma'lumotni olaverasizlar. Xudo xolasa. Xo'p, o'rtoqlar, shu videoni mana shu ekskavator olaman deb o'ylanib, izlab, qidirib yurgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, mana tashlab qo'yishinglar mumkin. Bu dehqon akalarimizdan, xudo xolasa, foydalanish emas o'rtoqlar. Shu dehqon akalarimizdan o'zi ishlab turgan, yurib turgan mana texnikalarimiz zudlik bilan sotiladi. Mana sotilib ketib qolmasdan tezda aloqaga chiqaverasizlar.